O'zim instruktorman, mashina haydayman. 20 yildan beri rulda o'tiraman. Orqam, mana shu yelkalarim yomon og'riydi. Hozir ancha yaxshi, 3 kunda уже sezdim. Tavsiyam juda ham katta. Qo'llar juda ham yengil. Nima deydi, doktorskiy tarafdan ham op'atlari bor-da, ancha. Massajdan ham, nimadan ham. Bolalarimni ham shuncha massajlarga olib borgan bo'lsam, Dinnospamdagi massajchini ko'rmaganman, to'g'risi. Juda ham yaxshi massajchilar, muomalalari ham zo'r, o'zlari ham, ish tajribalari ham, hammasi juda ham yaxshi. Boshqa keladigan ayollarga ham maslahat beraman, shu to'shotga kelib, ulardan shu massaj olishligisini maslahat berib qolaman. Ko'pchilik mana qimmat massajchi, qimmat ekan, narxi arzonroqga boraman deydi. Yo'q, qimmatroq bo'lsa ham sifatlisiga kelgani yaxshiroq deb o'ylayman. Hurmatli ayollar, massaj kelmoqchi bo'lsanglar, men Dinnospamni sizlarga bemalol tavsiya qila olaman, chunki bularda aytayapman, mana shu op'tam, doktorskiy tarafdan ham, misol uchun juda ham op'tlari kuchli, kelib bemalol murojaat qilib